Потом o'sha kechadan oldingi kuni shunaqa bo'ldi holat. O'sha seslavlagani olganimdan keyin glyukoza bilan tez urishni boshladi yuragim. И потом ertasi kuniga ertalabiga o'sha tushirishdi. Resalbilax bilan analgin qilib isitmani tushirishdi-da. Keyin orqasidan ertasi kuniga ertalabiga glyukoza yana qilishyapti-da. Qilishayotgan joyda yana sekinlatib qo'ygan, yana isitmam chiqyapti-da. Yuragim tez uryapti. Aytaman, menga cho'ta glyukoza yoqmayapti shekilli, to'xtating deyapman-da. Nima deyapman, yo olishingiz kerak deyapman, aytaman. Isitmam ko'tarilib ketayotgan bo'lsa ham olishim kerak deganim emas, bu kapelnitsani deyapman. Yuragim tez uryapti, pulsim deyapman-da. Keyin to'xtattirdim. Потом o'sha kuni kecha ya'ni kechqurun yana isitmam chiqdi. Yana Resalbilax bilan yana analgin Dimitrol qilindi.